La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh aşhadu la ilahe illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Bir do'stimiz Putin haqida gapirdilar. Putin haqida gapiramiz, avvalambor o'zim haqida ham ishonchli bitta ma'lumotni aytaman. Men ham Mahdiman, Imom Mahdi deganlaring hammasi yangi qatonlik kishidan keyingi chiqadigan, yangi Usama bin Ladendan chiqadigan, keyin chiqadigan jahjah qulman, ya'ni Rossiyaga borishimiz, rabota qilota, rabochi ochqul xaltura qoldirishim vazifa olgan ishonman. Yangi do'bbatal arziyaman, bir janovar chiqadi qarg'aydi degani. Moskvaga borgandim, bir ayol fitnasiga turgan ayol Kalugaga borgan, Moskvaga kalungadi, menga nikohlagan, nikoh bor, lekin nima qilish kerak? Dunyo islomiga kelgandan keyin inshaalloh Alloh taolo menga beradi. Ya'ni bu qayerga to'g'ri keladi? Iso alayhissalom uylanadi, ikkita farzand ko'radi, hadislarga aytilgan. Dajjol o'ldiradi deganlaring, Dajjol mana shu tizimlar, Qur'on yo'q, hadis yo'q, hamma tizimlar bu Dajjol yo'qdir islomga, ya'ni bu bundan voz kechish kerak. Bu yangi Abror Muxtorga ketdan yerga yurgan ko'rmurtlar menga o'zlaring bilasizlar, sukun sayla, sukunaveraman, sukunma saylaman. Chunki dabbatlar chiqadi, sukunadi degan men o'zi bir bunaqasiga bir chortma, bir ahmoq rolga bajaraman. Chunki sukunish mumkin emasmi? Bugun bo'lmaganga men beli qo'yaveraman. Xo'sh, men keyin men senlarga aytmoqchimanki, joylar, manzillar, boshqa hamma Alloh taolo menga belgilar beradi, tushlar beradi. Men Usama bin Ladendan keyingi xalifaman. 40 yoshga Imom Mahdi saylanadi degan u hadislarga aytilgan bilan men saylanmadim. Chunki 40 yoshimga Usama bin Laden tirik edi. 2011-yil 7-yilga Alloh taolo meni sayladi, 41 yoshimga sayladi, lekin 40 yoshimga ham 1 yil davomida deylik men bilan imtihon qilgan, sinagandir, bo'lmasa yezib, xo'rliklar boshimdan oxirigacha bo'lgan. Ya'ni bandasini o'ziga nima qilib oladi, jalb qiladigan yangi etildanmi et bekorga ham urishi mumkin. Yangi bir zilzila bo'lishidan oldin, boshqa qilishidan oldin ham nima deyli, uradi et. Nima hayvonlar bezovta bo'ladi deyilgan. Turkiyaning zilzilaga bilsanglar, etni ko'rsatib. Mana raqamlarini birinchi aytishimdan oldin raqamlarini aytib chiqaman. Masalan, bir raqami nimaga turibdi bu? Namozni boshiga turibdilar, qiyom deydimi? Qiyomga turganday. Bu islom bo'lishini bildiradi. Ikki raqami attayotga o'tirishlarini bildiradi. 3 raqami bu 3 deyapti osmonga, ya'ni podsholar Alloh taoloning zikriga bo'lib, xalqni duo qilib taxtiga o'tirishligini bildiradi. 4 raqami ya'ni rukuga turganlarga o'xshaydi. Bitta 4, yana bitta 4, ya'ni nima deydi? Allohdan ibodat qilgan so'raysizlar, duo qilib so'raysizlarning 4 deyapti, 4 T deyapti. T'ga topishtiradi, ya'ni tilaklar turadi. Allohdan bir murod, maqsadlaringizni so'raysizlar. T harfiga 4 deyapti. Tilaklar 4, ya'ni 4 deb o'tibdi. Yangi duo qo'lingga yangi Alloh taoloning nimasi tushadi, unga duo qilasan. Yangi rukuga turgan 4, 5 degani 5 kunlik dunyo. 5 kundan keyin yig'ib oladi degani, osmonga qaytib ketasan ruhing degani, ya'ni kran bilsanglar, mana osmonga qarab tepaga tortadi. Kran 5 kurchoga nimaga o'xshaydi, 5 raqamiga. 6 raqam 6 kunlik dunyo. Biz 6 kunga 6 kunlik dunyo emas, 6 kunda yaratdik degani, ya'ni yer shari o'qi atrofida harakatlanishi belgisini bildiradi. 6. 7 raqami sajdani bildiradi. Baxtli raqam deysizlar, nima uchun? Kallasini bundoq qilib turibdi, sajdaga, rukuga kallani yegib turib sajdaga turgani uchun banda baxtli bo'ladi. Inshaalloh Alloh ibodatiga turgani uchun. 8 raqami cheksizlikni bildiradi. Cheksiz, ya'ni 8 million boshqa esa cheksiz, ya'ni ikkita dumaloq bildiradi. Ya'ni ikki dunyo o'rtasiga borish kelishlarini bildiradi. Borasan, kelasan, bu cheksiz borish va kelish ruhni holati. Buni albatta Allohning ilmi-yu. 9 raqami onani qornidan tushishni biladi. 9 deyapti, qorni 9, ya'ni qorni 9 qanaqa bo'ladi? Homila bilan 9-ga tushadi. Men bir yo'l fitnasi, yangi o'g'lim aytganimni, biz burjlarga tug'ilganmizlar, ya'ni ho'kiz burji o'g'lim tug'ilganmiz, Baliq burjiga yangi ayol tug'ilgan. Ya'ni men Sibaqa burjiga tug'ilganman, keyin yana Vadali burjida farzand tug'iladi. Ya'ni ikkita farzand tug'iladi. Masalan, Alloh bilan qancha tug'iladi, lekin ikkitasini menga bildirgan. Deylik, birinchisi Vadali Qavo burji deyiladi, keyingisi Deva Parizod burji deyiladi. Bu ya'ni nima uchun? Sizlarni ishontirishim uchun bu narsalar, ya'ni suv, ya'ni yo'q, hozir u keyin inshaalloh tug'iladi Vadali burjiga, keyin suvsiz, keyin Marnomon Surxondaryoga, Qashqadaryoga uni yangi birinchi hayoti bu, ya'ni o'ylanib ajralgan. Masalan, Qashqadaryodan kelgan, uni Otobod qishlog'imizda yana Qashqadaryoga qarshi shaharga turgan. Qashqadaryo bilsanglar, hozir eshak sotish bo'yicha ham bu mana bu ayollar ham, qizlar ham xafa bo'lmaylar, menga din ishonlaring ko'p, lekin sal bo'lsa ham Surxondaryoga nisbatan
ko'p voqealar bo'lyapti. Dili vodiyga o'lim, bir-birini o'ldirish, barqa pichoq boslik bo'layotganimizda Qashqadaryoga nima bo'lyapti? Qizlarga gap otish, birov xotinga gap otish bo'lyapti. Qashqar daryo deyapti. Belgi qo'yilgan. Surxondaryoga ma'lum bor. Surxon qizil Alloh rozi bo'lgan sevgi degan ma'no bildiradi. Xo'sh, Putin so'ziga kelsak, masalan deylik, oyat hadislar bo'yicha borib shayxlaring ham sharmanda bo'lib bilsanglar, ya'ni Shomni lozim tutinglar degan hadislar bilan payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zi bilan borib ham Shomga deylik bir Abror Muxtoringa o'xshagan bormadi. Bir ikkita yangi nima deydi, o'lib ketgan bo'tingmi, bu fitnadi. Suriyadan fitna boshlandi deb aytganlar. Suriyaga Shom lozim tutinglar, bordinglar. Mana galsiylar to'qib, kastimrilar to'qib yuribdi ko'ribsan. Endi nima qilish kerak? Endi imomat chiqadi, ergashinglar deylar. Imomatsiman, nima qilaman? Jinnilik yo'li bilan boraman. Hisobi menga ergashib ham qon to'kib o'lib ham ketmagin. Mansiz ham qolmaganki polchida bitta qanaqa vala gaplarni gapiraveraman. Shtobi nima qilish kerak? Poshshalaringni ushlash kerak, prezidentlaringni ushlash kerak, axborotingni ushlash kerak, hamma yoqda ushlab qo'yishimiz kerak, blogerlarni ushlashing kerak. Har bitta imomingni ushlab kallasiga aybi bormi yo'qmi to'kish kerak. Put so'ziga yo'l degan, put in, yo'l mana bu yerdan boshlanadi deyapti. Ya'ni hadislarga aytilgan 80 ta davlatga qarshi nima bo'ladi? Musulmonlarga qarshi 80 ta bayroq tagiga 12 mingtadan soldat, bu o'sha Putinning armiyasi, Imom Mahdiyning armiyasi bu. Ya'ni yangi rumliklar aytadiki, menga beringlar degan paytga bizlar bermaymiz, uni birodarlarimiz deydi, yangi ahli rumni, yangi xristianlaringni bermaydi musulmon davlati bor, chunki tatar va berga chechen, ingush yangi Yevropaga, Amerikaga, Ukrainaga berib qo'ymaydi bulardan. O'sha voqealar mana shu hadisga aytilgan gaplar bo'lyapti shu kecha kunduzga. Shu marhamatli kubro deysam, Armagedon deysammi? Putinning o'zi bexabar bo'lsa ham bu o'sha bilsang ana nima aytib qo'ydi, sizlar Iso alayhissalomni yangi qo'shnisilar deb aytib qo'ydi, yangi nimani dondonni nimasi bitta so'z nimasi bilsanglar otlari bir baloga internetga chiqib sizlar Iso alayhissalom soldatlari deb Ukrainaga borgan urush payti boshlanadi. Alloh taolo mana shuni kuchli qilib qo'ygan. Qaranglar, Putinni, Putin bu yo'l mana shu yerdan boshlanadi debdi. Ya'ni islomga yo'l, dunyo birinchi nima qilish kerak? Men 1870 Lenin tug'ilganman, 571 Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlar, ko'ryapsanlarmi? Mos qilib kelgan. 1970 men tug'ilganman. Ya'ni Lenindan keyingi dohiyman. Lenin juda chiroyli, yaxshi yashatib esir qildi, lekin dunyoda inshaalloh mana qabrga ham tiqilgan yo'q deyilgan mavzularga turibdi. Inshaalloh uni qabrga tiqib qo'yish kerakmi? Tiqib qo'yish kerak, lekin u dohiy kelishini kutib turibdimi? Lenin joyidan mana multfilmlarga ham aytib qo'yibdi, bizlar joyidan turkiladi, ya'ni dohiy turkiladi, ya'ni 100 yildan keyin mana men dohiyman. Bu urushlar to'xtamaydi, to nima uchun? To Rossiya dunyo islomi kelmagunicha Rossiyaga oddiy bir yangi landish guruhiga nomlab qo'yibdi. Land mamlakat, ishlar mamlakati, e'tigan birortasida turgan ayollar shuhratni mamlakati, shuhrat zamirna slava deb mani muslim aham o'zagi mashidan kelib chiqyapti. Ko'rsanlarmi? Keyin nimada oddiy bir so'zlaring ham bor. Masalan, al-pomish va oybarchin so'zlaring ham al-pomishga Alloh pom deyapti, yordamchilar, ish Allohning yordami ish bilan keladi. Ya'ni Rossiyaga borishimiz bilan 2000-yildan beri rasvo bo'lib bordikmishki, o'sha bilan keladi deyapti. Ko'rsanmi? Allohning yordamchilari bilan degan bir nima bilan ayol bilan shuhrat deyapti, yordamchilari deyapti. Allohning yordami ish bilan keladi. Rabota qilota, rabochi ochqil xaltira hollar ijon man demak, internet orqali jahjah degan naynay qul chiqib, tovushdan baland deganing internet hamma yoqqa ketyapti. Hamma yoqqa yevring kuzatadi, basha qiladi, kamera bu, lekin Alloh taolo o'zini dinini yoyadi. Xuddi Muso alayhisalom qanday yangi sandan yangi Bani Isroildan chiqib sani nima o'ldiradimi deb polshalar aytganimda Fir'avn baribir mag'lub bo'ldimi? Mana shunday inshaalloh din islomni Putinni o'zi xohlamay, o'z betojini yezib, balki ularga aytganda nima pullari, hind pullari ko'payib ketgandir, uni hind arzon ishlayapti. Ishlarni shularga olib kelib ishlatadigandir, lekin Allohning xohishi bilan dunyoni islomga yoyish uchun nima qilish kerak? Albatta Rossiyani islomga qabul qilishimiz kerak, chunki biriktirishimiz kerak, majburlashimiz kerak. Ukraina g'alaba qilgandan keyin xuddi ikkita soldat bir-birini o'ldiradi. Ya'ni bittasi aytadi, Iso g'alaba qildi deydi, Xo'sh g'alabani berdi deydi. Bittasi aytadi, yo'q, islom berdi, Alloh berdi deydi. Ikkita soldat bir-birini o'ldiradi. Xuddi shu hadislarda aytilganday deganday, nima bo'lishini Alloh biladi, lekin yangi nima bo'ladiki, Rossiyani ichiga urush bo'lib, Rossiya islom qabul qiladi degan, masalan, hadislarga aytganday variantga keladigan bo'lsak, keyin nima qilish kerak? Yadro qurol Rossiyani yadro urushi bilan
Amerikaga qarshi, Yevropaga qarshi ana keyin kurashaverasan. Nima bilan? Islomni qabul qilish kerak, yaxshi da'vat qilish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Mana shu Abdulazifaring bormi, Abror Muxtoring bormi, qaysi balay-batar Ruschaga bir sektalar bor, men xil islomni mana yurida o'ldiraman deb bilsanglar, Abdurahmonmi degan bilsanglar, Dog'istonning mullasi bordi. O'sha urush boshlangan paytda o'zi ham uni joyiga otib ketdilar. Ko'rasan, blogerlik qilardi, ahli sunna va jamoadandi. Ko'rib tursan, bu degani urush bilan emas, boshqa bilan emas. Tinchligi bilan aka san yaxshi, ona san yaxshi deb yevraydi. Ahli kitobda xristianni yaxshi muomalada bo'lish kerak, ruslar bilan yaxshi muomalada bo'lish kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana video yuklash qiyin bo'lyapti, shuning uchun ko'p gapirishim eshakka yuk.